Bu hozir NTC datchik uchun shlanka tushdi. Bundan kollektorga bitta 220 volt tortiladi. Buni ichiga bunga kirib kelilishi bitta 220 bo'lishi kerak. Shu mana boyaga aytganimiz. 220 kirdi, NTC datchik ketdi, bu yoqqa 220 kollektor uchun ketdi. Biz UTP kelib shu yerda to'xtadi. Ichida ulandi. Bu domofon hamma narsa ishlash uchun. UTP shitdan keladi. Bu shitdan keladi. Shitdan keladi. UTP. Bo'ldi. Mana bitta xonaga konditsioner bor bizda, misol uchun konditsioner bor. Konditsioner bo'lsa, konditsionerga faqat o'zini har doimli podключенияsi 220 volt, secheniyasini bilmayman. 2 ga yoki 3 ga 2,5 bo'lsa, misol uchun bo'ldi. Buni ichiga bunda yozib qo'yilgan harflar bor. XL yoki tam SS yana harflar bor. W S degan mana ichida podключенияsi bor. Shu podключенияsiga, mana shu podключенияsiga bizga bergan shluz bor. Shluzda ham xuddi shunaqa harflar yozilgan bo'ladi. Harfiga qilib ulab qo'ysangiz bo'ldi. U yog'iga Alisa boshqasi hammasi boshqaradi. Oxirgisi bizda shitda nima bo'ladi? Hal chiroqniki bor hozir. Tepa tomonida spalning tepasida chirog'i bor-ku. O'sha bor. Shitga qo'yib chiqdik, hamma relaylarimizni ham qo'yib chiqdik. O'sha 2 kanalli, 3 kanalli, 1 kanalli qo'yib chiqdik. Endi eng qiziq joyi. Sizda bularni освещение, xonani освещение gruppasi hammasi to'g'ridan-to'g'ri keladi. Misol uchun. Hammasi keldi. Освещение keldi. Qayerda ключатель bo'ladigan bo'lsa, misol uchun bizda ключателimiz bo'lsa, ключателimiz 3 ta pozitsiyali deylik, 3 ga bo'ldik, 3 ta bo'laylik, bunday qilib 3 ta pozitsiya bo'ladigan bo'lsa, bu yerga bizga 4 ga 0,50 kabel kerak bo'ladi. Shitdan bu bunday shitdan kelish kerak bo'ladi. Shunda 3 ta pozitsiyasi, bittasi misol uchun bittasi 0 deysa, bittasi com deb hisoblasak, bitta kabelni 3 ta gruppa yonish uchun 3 ta kabel kerak bo'ladi. Shunda bu yerda buni bittasini bosgan paytda bu yoqqa signal keladi. Mana bu svetni yoqib ber deydi. Misol uchun libovibda svetni yoqib ber degan paytida yoqib beradi. Bu asosan spalning tepasida kerak bo'ladi bizga. Yotganda spalning tepasida bor ключательlar. Xonada revers qilmadingda 3 ta ключатель bor. Eshikda 2 ta spalning. Ha.